Assalomu alaykum arzon chorvani YouTube'dagi obunachilar. Obunachilar, xudo xolasa xunajinda sifat sorti idealidan qidirib yurolangmi? Video duvoyidan bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa bitta Novoskani suluvidan mayda rossiyskiy borodalaridan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida o'sha trenddagi Akramjon do'stimizdan minimal firmalarga yetib kelamiz. Assalomu alaykum. Akramjonimiz yaxshimi? Arzon chorvaning ashaddiy obunachilari, hojat-hojanalarimizni assalomu alaykum. Ravshanbek bugun mo'g'ul suluvlarda olib kelib qo'yaman. Videodan like deb bosib, kanalga obuna bo'lib tursa, narlar bozordan bo'lmadi deganda 1 million so'm arzon bo'ladi. 1 million arzon bo'ladi. Nechta novasa, nechta xunajin bugunga? Bir bash novasimiz bor, xunajinimiz 9 bash. Bitta xunajin 9 ta. Xunajin bir dona novas. Ha. Xudo xolasa mana novas ham haqiqiy simpatkasi ekan. Qaysilardan boshlaymiz xudo xolasa? Bulardan rekord 7 million 300 ming so'm qilishda rossiyskiy barodasidan bo'ladi. 7 million 300 ming so'mga. 7 million 300 ming so'mga rasprada. 7 million 300 ming so'mga obunachilar rasprodaja. 7 million 300 mingga qayerda sibkan qilib berasan? 7 million 300 ming so'mgami? Vodiy bo'ylab besplatni ketaveradi. Bor ekan. Obunachilar 7 million 300 ming so'mga aloqa chiqasa yeb ichishi zo'r. Yeb ichiga bizdan sinovda o'tdi bir hafta kafolati bilan beramiz. Bo'l, keyingilarga. Keyingisiga mollar demasa. Bular necha kilo taxminan? Mo'ronikimi? Ha? 75 plyusga. Yosh oyligi? Yosh oyligi 1.5 oylik. 1.5 oylik. Keyingisiga? Keyingisiga uni ostidan janavar bitta ko'rsatib qo'y. Voy ey joningdan, tuttas tur yerdaligidan tim qora. Mana qara, uni sigir qilsa ham zo'r bo'ladi. Yotaverar ekan o'zi sovsan. Sovsa o'zi ini beradi. Ha. Birinchisiga. Birinchisiga. Bo'ylari? Bo'ylari 85 plyus. 85 plyus. Keyingisiga oqbosh shivir. So'raganlar. Ostlari ham oppoq, obunachilar qaranglar. Tuttas tur yerda. Sigir qilib olaman degan obunachilarimizga ham zo'r ekan. Yosh oyliklari? Yosh oyliklari 3 oylik, 3,5 oylik. 3 oylik, 3,5 oylik. Qayergacha necha kun garantiyasi bor yeb ichishiga? 3 kun emas, 1 hafta kafolati. 1 hafta kafolati bor. Qayerda dastlabkasi bor? Dastlabkasi vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Xudo xolasa obunachilar aloqa chiqarsizlar vodiy bo'ylab stakan tuyog'idan so'ragan obunachilarimiz narxi nechi pul? Narxi akalardan bo'lsa 9 million 200 ming so'mdan 9 milliondan rasprodajadan bir ekan. Obunachilar 9 million so'mdan aloqa chiqarsizlar, bittadan like deb bosib kanalga obuna qo'yishsa, chiroyli bo'ladi. Chiroyli betgana 100-200 ming bo'lmaydi. Aloqa chiqsa bo'ldi. Ha, ishlarni bitirib beraman. Telefon qilishsa bo'ldi. Bo'l, keyingisiga. Keyingisiga Qo'qon suluvi mana. Novoskani suluv. Elshadbek mana shuni ushlab turishni. Haqiqatan qarang, obunachilar. Qaranglar, kalla oshlari ham ideal holatda. To'rtta tuyog'ida oppoq boridan so'ragan obunachilar. Orqa korobkalari ham zo'r ekan. Bo'ylari 95 kilo radiya. 95 plyus. Yosh oyliklari? Yosh oyliklari 3-4 oylikda. 3-4 oylik. Yeb ichiga qancha garantiyasi bor? Hammasiga mollamda, hammasiga 1 hafta kafolat. Qancha sibkasi bor? Narxi nechi pul? Narxi akalardan bo'lsa 13,5 emas, 13 million 200 ming bersaydi. 13 million 200 ming 500 ming qilmaganda tekkizga ber. Bir-biriga. Obunachilar 13 million so'mga aloqa chiqib, bittadan like deb bosib kanalga obuna qo'yish esdan chiqmadi. Pulini to'lab tekin gap ketaveradi. Keyingisiga. Ikki bosh. Bitta ikkisidan so'raydi. Tilla rangidan so'ragan narsalarida mana bel qismi. obunachilar mana qarang. Xudo xolasa bellari, orqa korobkalari zo'r edi. Ostlarini qarang obunachilar, egalasi ham qarang, obunachilar ekalasini ham ostlari ideal holatda. Bu ikkalasining narxi akalardan bo'lsa, Yosh oyliklari? yosh oyliklari 4 oylikka. Bo'ylari nechi? Bo'ylari 1 metrga olishadi. Narxi nechi bu? Bismillahirrohmanirrohim. bo'lsa 11 million 200 ming so'mdan. 200 ming, 200 ming qilmag'in. Hammasini o'tib beryapmanmi? 11 million bir ekan. Xudo xolasa obunachilar 11 million so'mdan aloqa chiqinglar, bittadan like deb bosib kanalga obuna qo'yish esdan chiqmadi. 200 ming, 500 ming qilmag'in. Tars bo'ladigan narxini 200 ming, 300 ming foydasi deganga qaramayman. 10 so'm aytgan, 9 so'm sotqinda qo'yib beraver. Mana keyingisi ostini ko'rsatmasang. Voy joningda obunachilar mana qaranglar, ostlari bo'g'ozniki bilan teng. Bu birinchisi.
Mana qaranglar obunachilar. Shved haqiqiy tozalaridan, ha? Birinchisiga mana, ikkinchisiga jup qo'yib beraman ikkisini. Ikkita. Korobkalari ham zo'r ekan. Bo'ylari 1 metrdan kelaversa kerak a. Metr peliska, biri Yosh oyliklari? yosh oyliklari 5 oylikka borib Oq qo'ygan. quloq, oq tumshuq obunachilar. Alaqach ko'rasizlar, xudo xolasa. Bo'ylari? Bo'ylari biri chiqadi, biri peliska olishaveradi. Yosh oyliklari. Yosh oyliklari 5 oylik. 5 oylikka olishaveradi. Ha. Qancha dastlabkasi bu? Dastlabkasi vodiy deb o'ylabda. Narxi nechi pul? Narxi keladi. Dengel gapir, X qilmasdan. 12 million so'mga Bor baraka. Obunachilar 24 million so'mga alaqach ko'rsa, 12 million so'mdan. Hayri kamil sunnatini qilib berasan, akram. Obunachilar ostlari ham, mana qarang, obunachilar ostlari ideal holatda. Bitta monosi mo'jizasini ko'rsat. Peshonasi toza yurakchasi bordan so'raydi. Korobkalari ham zo'r ekan. Obunachilar mana qarang, mashalloh. Yurakchani. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Bo'yi 1.5-10 keladi-yu. Yosh narsani hazan qilib nima qilasan? Qo'yib qo'yaman, sigir qilaman degan narsalarda. Endi Narxi bo'lsa 13 million so'mga xayri kam bo'ladi. 12,5 million so'm pul berishadi. Og'risidan chiroyli qilib o'tib berasan. Bor baraka. Obunachilar 12 million 500 ming so'mga aloqaga chiqasizlar, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lasizlar. Xudo xolasa obunachilar, bugungi videolarimiz tugadi. Hammani chorvasiga maynaqadan 10-15 talab boqish nasib qilsin. Hammani umriga, rizqiga Alloh barakasini bersin.